Aha, qoidalar yo'q. Shunday ekan, xohlaganday uloq. Kechirasan, senga mos bo'lmagan jiddiyligimni isbotlamoqchi edim. Taxminan 20 metrdan ko'proq. Soat 4:30 bo'pti. Xo'sh, murabbiy, hali qiladigan ishlarim bor. Men ketdim. La'natlangan tumor shu yerda. Qo'ysan. Juda tez. Eshitishimcha u soniyada 50 metrga yugura olar. U nima, mashinami? Qanday tezlik? Yana yuk bilan